Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi, uning rivojlanishi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga bog'liq. Shiddat bilan o'zgarib borayotgan hozirgi zamon sharoitida prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan tub islohotlar jismonan sog'lom, aqlli, dono, zukko mutaxassislarning yangi avlodini tayyorlashda dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan yosh kadrlarni xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlash O'zbekiston 2030 strategiyasida davlat siyosatining strategik ustuvor yo'nalishi va hayotning barcha jabhalarini modernizatsiya qilishning eng muhim sharti sifatida alohida o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlarni tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti negizida Chirchiq davlat pedagogika universiteti qayta tashkil etildi. Hozirda universitet uzluksiz ta'lim tizimini doimiy takomillashtirish, sifatli ta'lim-tarbiya berish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga izchil intilib kelmoqda. Bugungi kunda o'quv yurtida 22 mingga yaqin talaba tahsil oladi. Shulardan 15.700 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. 10 ta fakultet tarkibida 42 ta kafedra faoliyat olib bormoqda. Ularda tajribali o'qituvchi professorlar va murabbiylar faoliyat yuritishyapti. Universitetda ommaviy sport targ'ibotiga jiddiy e'tibor qaratilgan bo'lib, bu yo'nalishda bir qator loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. 2019-yil 27-avgustda institut kengaytirilgan kengashning birinchi son qaroriga muvofiq tashkil etilgan jismoniy madaniyat fakulteti bu borada tashabbus ko'rsatmoqda. Prezidentimizni ommaviy sport rivojlantirish to'g'risida qarorlar ham qabul qilingan, 30-31-sonli qarorlari. Ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash bo'yicha Chirchiq davlat pedagogika universitetida ham bir qancha tizimli ishlar amalga oshirilgan. Xususan aytishimiz mumkinki, o'sha talabalar ligasi sport musobaqalari, universiada sport musobaqalari, undan tashqari 5 muhim tashabbus, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida sport musobaqalari keng qamrovli o'tkazilib kelinmoqda. Mana shu yilda o'tkazilgan ushbu musobaqalarda 7 mingga yaqin talabalar ishtirok etib kelmoqda. Jismoniy madaniyat fakulteti tarkibida 4 ta jismoniy madaniyat nazariyasi, sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi, jismoniy madaniyat va sport hamda texnologik ta'lim kafedralari mavjud. 2019-yilda bu fakultetning ilmiy salohiyati 6% ni ko'rsatgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkich 35% ga ko'tarildi. Bugungi kunda fakultetda 40 nafar professor o'qituvchilar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, shundan 1 nafar fan doktori, professor, 2 nafar esa fan nomzodi, dotsent unvonlariga ega. Fakultetda bakalavriat bo'yicha jismoniy madaniyat, texnologik ta'lim va chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha, magistraturada esa jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi yo'nalish bo'yicha kadrlar tayyorlanmoqda. Fakultetning o'zida jami 2276 nafar tahsil olayotgan bo'lsa, shulardan 743 nafari kunduzgi ta'lim asosida, 13 nafari magistratura ta'lim yo'nalishida, 1432 nafari sirtqi, 88 nafari esa kechki ta'lim asosida tahsil olishyapti. Fakultetimiz tashkil qilingandan buyon 10 ga yaqin jismoniy tarbiya va sport sohasi bo'yicha ilmiy ishlar himoya qilindi. Xalqaro aloqalar bo'yicha ham bizda fakultetimiz, universitetimiz miqyosida aloqalar yo'lga qo'yilgan. Xususan aytishimiz mumkinki, mana o'sha Qozog'iston Chimkent shahrida joylashgan Muxtaraviz nomidagi universitet bilan hamkorligimiz bor. Hamkorlik memorandumlar imzolangan. Akademik mobillik yo'lga qo'yilgan. Bizning talabalarimiz bir semestr borib u yoqda o'qishini davom ettiradi. Universitet talabalari bir semestr bu yoqda kelib o'qishini hozirgi kunda davom ettirib kelyapti. Undan tashqari mana yaqinda Indoneziya bilan hamkorligimiz bor. Mana kun kecha shu hamkorlik memorandumini imzoladik universitet bilan. Universitetda ham shu o'qituvchilarimiz tajriba almashishi, undan tashqari ular bilan ham shu akademik mobillikni yo'lga qo'yganmiz. Bizda nafaqat sport yo'nalishida, o'sha ilmiy yo'nalishda ham o'qituvchilarimiz 2 ta yo'nalishga bo'lganmiz. Sport yo'nalishi alohida, ilmiy yo'nalish. Har bitta professor o'qituvchiga 10 ta talaba biriktirilgan. Stipendiyantlarimiz bor. Mana shu stipendiyantlarga talablari bo'yicha maqola yozish, keyin shu o'quv qo'llanmada professor o'qituvchi bilan ishtirok etib o'zini shu
o'quv qo'llanmalarini chop ettirishda o'sha professor o'qituvchi yordam beradi. Universitetda talaba yoshlarning sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanishlari uchun katta sharoitlar yaratilgan. Yaqinda qayta ta'mirdan chiqarilgan sport inshootlarida bugungi kunda minglab sportsevarlar futbol, voleybol, mini futbol, kurash, dzyudo, stul tennisi, shaxmat kabi 10 dan ortiq sport turlari bilan shug'ullanib kelishyapti. Turizm fakultetida ingliz tili yo'nalishida o'qiyman. 2-kurs talabasiman. Stol tennis bilan kichkina paytimda 4-sinf paytimdan boshlab shug'ullanib boshlaganman. 2021-yilda faoliyatimni to'xtatganman. Bu paytgacha O'zbekiston chempioni bo'lganman. Xalqaro musobaqalarda qatnashganman. Ota-onam meni o'sha o'qituvchi yo'nalishida ko'rishga qilishgan, chunki ota-onam o'zlari o'qituvchi bo'lgani uchun. Juda yaxshi imkoniyatlar yaratilyapti prezidentimiz tomonidan. O'zbekiston chempionati bo'ldi Qashqadaryoda. U19 bo'ldi. U19da para juftligida birinchi o'rinni olib, imtiyoz asosida o'qishga qabul qilindim. Xursand bo'ldim. Universitetda sharoitlar a'lo darajada. Bizning o'zimiz sport yo'nalishi bo'yicha, stol tennis bo'yicha haftada 3 marta trenovka bo'ladi. Hamma sharoitlar a'lo. Shuni alohida aytish lozim, so'nggi 3 yil mobaynida sport sohasiga oid 100 ga yaqin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi qarorlari qabul qilingan bo'lib, bu hujjatlarda belgilangan vazifa va topshiriqlarning bajarilishi natijasida ko'plab g'alabalar va yutuqlarga erishilmoqda. Mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli yosh sportchilarni saralash, tanlash, yo'naltirish borasida ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Millionlab barkamol avlod vakillari kompleks musobaqalar, tanlovlar, saralash turnirlari bilan qamrab olinyapti. Yoshlarga sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun davlatimiz tomonidan zarur shart-sharoitlar yaratib berilgan. Buning natijasida ular o'z yutuqlari bilan xushnud qilishmoqda. Jumladan Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabalari ham oliygoh g'aznasini ko'plab medallar bilan to'ldirishga o'z hissalarini qo'shishmoqda. Kurash bilan 6 yildan buyon shug'ullanib kelmoqdaman va birinchi kursman. Universitetga kelganimdan beri ko'plab musobaqalarda ishtirok etib kelmoqdaman. Talabalar ligasi, universiada hozirgi kunda kurash ancha rivojlangan. Qizlar kurash bilan shug'ullanishi lozim deb o'ylayman. Kurash bilan shug'ullanishda albatta sharoitimiz yaxshi. Hamma sharoit bor, faqat bu yerda kelib trenirovka qilish kerak. Chirchiq davlat pedagogika universitetining jismoniy madaniyat fakultetida bugungi kunda kurash to'garagi faoliyat olib borilmoqda. To'garagimizga 50 dan ortiq talabalar va maktab o'quvchilari jalb qilingan. Bu yil hisobida talabalar ligasi, universiada musobaqasi, kurash malikalari, ko'plab musobaqalarda fakultetimizni kurashchi sportchilari sovrinli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Fakultet talabalari tomonidan erishilgan yutuqlar ham tahsinga sazovor. Fakultetning 300 dan ortiq talabalari turli sport turlaridan chempion hisoblanishadi. Jumladan 25 nafar talaba jahon chempioni, 35 nafar talaba xalqaro turnirlar g'olibi, 36 nafar talaba esa O'zbekiston chempioni hamda O'zbekiston kubogi g'olibi hisoblanadi. Stol tennisini ommaviylashtirish kerak deb hisoblayman. Bu borada o'sha hurmatli prezidentimizning qarorlari bor, farmonlari bor. Misol uchun mana 5 tashabbus doirasida stol tennisi turidan demak respublika chempionatiga o'zimiz talabalar ham ishtirok etgan va respublika chempioni bo'lgan. Faxrlanamiz. Qolaversa bu universitetimizni nufuzini oshirishga ham yordam bergan. Sport turi bilan muntazam shug'ullanish organizmga ijobiy ta'sirlari juda ham ko'p. Salomatligiga, ko'z o'tkirligiga, undan tashqari tez fikrlash qobiliyatini oshiradi stol tennisi. Universitetimizda pedagog sport klubi mavjud. Bunda shuni ichida stol tennisi to'garagi faoliyat yuritadi. Buni asosiy talabalarimiz bo'sh vaqtini mazmunini o'tkazish maqsadida bu to'garaklar tashkil etilgan. Fakultetlardan 30 ga yaqin talaba qamrab olingan. Chempionlar bor, albatta bu birinchi kurs talabalarimizdan Abdurasulov Muhammad Aminxo'ja O'zbekiston chempioni bo'lgan yoshlar toifasida va o'qishga kirgan. Bundan tashqari jismoniy madaniyat fakultetidan Nasriddinov Rahul
Bu ham O'zbekiston chempionati va O'zbekiston kubogi sohibi o'z yosh toifasida va o'tgan yili 5 tashabbus respublika bosqichida Sharipova Shahrizoda qizimiz, demak, birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 2024-2025 o'quv yilida fakultetning talabalari Universiada 2024, Talabalar ligasi, 5 tashabbus olimpiadasi singari ko'plab musobaqalarda faol ishtirok etib, yuqori natijalarga erishdi. Jumladan, sportning judo turidan Javohir Safarov Universiada 2024 sport musobaqalarida respublikada 2-o'rinni egalladi. Samaradan Muhibiddinov sportning kurash va judo turlaridan Universiada 2024 sport musobaqalarida respublika bosqichida 1 va 2-o'rinlarni qo'lga kiritdi. 3 nafar talaba ushbu universiadaning final bosqichida ishtirok etdi. Men shu Chirchiq davlat pedagogik universitetida magistraturada o'qiyman. Hozirda 1-kurs talabasiman. Bu universitet nomidan ko'plab musobaqalarda qatnashganmiz. Universiada O'zbekiston ichidagi universitetda, Jahon universitetida faxrli 2-o'rinni egallaganman. Yaqinda bo'lgan Surxondaryodan Termiz shahrida bo'lgan O'zbekiston universitetida judo bo'yicha 2-o'rinni egalladim. Sharoitlar juda yaxshi. Hozirgi o'zimiz universitetimiz ham yangidan ta'mirdan chiqdi. Kurash zallari, judo zallari yaxshi sharoitda. Musobaqalarga qatnashishimizda ustozlarimiz har doim bizga yordam berib keladi. Shu musobaqalarga tayyorlanishimizda, musobaqaga qatnashishimizda, kurash tanlashimizga shu uydagilar, dadam sababchi bo'lgan. O'sha 1-sinfdan boshlab hozirgacha muntazam shug'ullanib kelaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentidan Mart o'g'lon davlat mukofotini qo'lga kiritganman. Mana shuni imtiyozi bilan o'sha magistratura bo'limiga qabul qilindim. Magistraturada o'qishimning asosiy sababi o'sha o'zimizning milliy bo'lgan kurash sportimizni yanada rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shish. Talabalar ligasi sport musobaqalarining respublika bosqichida ham universitetning 35 nafar talabasi ishtirok etdi. Ular nafaqat yakka kurash sport turlarida, balki voleybol va futbol kabi jamoaviy musobaqalarda ham muvaffaqiyatli qatnashib, yuqori natijalarga ega bo'lishdi. Jamoamiz bir-biriga aql, bir-biriga aka-uka, bitta oila bo'lib ketganmiz. Hozir hamma fanlarda iloji boricha ustozlarimiz yordam berib, biz ham o'zimiz qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz o'qishga va sportni ham birga olib boryapmiz. Ikkasi bir vaqtda. Hozirgi kunda sport shunaqangi darajada tez rivojlanib ketyapti. Faqat unda kuch, salohiyat bo'lish o'z kamlik qiladi. Unga aql kerak, zakovat kerak. Shuning uchun yaxshi o'qishimiz kerak. Qo'lga kiritilayotgan g'alabalar albatta barchani birdek quvontiradi. Shuni alohida aytish kerak, Chirchiq davlat pedagogika universitetida talaba yoshlarning sportga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish, ularni yangi yutuqlarni qo'lga kiritishga undash maqsadida har yili an'anaviy tarzda yil davomida turli musobaqalarda sovrinli o'rinlarni egallagan sportchilar rag'batlantirib kelinadi. Universitetda tashkil etilgan joriy yilgi katta tadbirda ham 300 dan ortiq talaba oliygoh rahbariyati tomonidan alohida e'tirof etildi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida 2024-25 o'quv yili davomida o'tkazilgan sport musobaqalarini taqdirlash, g'oliblarni taqdirlash marosimi o'tkazilyapti. Bu jarayon rektor kubogi, 5 tashabbus olimpiadasi, talabalar ligasida bo'yicha 1 yillik o'tkazilgan jami o'tkazilgan tadbirlarning eng oxirgisi. Bu tadbirda 200 dan oshiq talabalarimiz taqdirlanyapti. Bu jarayonda hamma sportning turlari bo'yicha universitetda o'tkazilgan, respublikada o'tkazilgan tadbirlar, o'rtoq uchrashuvlarning tadbirlarini hammasini yakuniy qismida o'quv yilining oxirida yana taqdirlayapmiz. Bundan tashqari bu talabalarimizni bir qator moddiy rag'batlantirish, boshqa sovg'alar bilan, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlash marosimi o'tkazilyapti. Universitetimizda bugungi kunda ishlab turgan to'garaklar 100 ga yaqin sport to'garaklarimiz bor. Chunki jamoamiz ham juda katta bo'lganligi uchun. Undan tashqari har juma kuni bizda sport kuni deb e'lon qilingan. Ertalab soat 7:30 dan boshlab talabalar 2000 ga yaqin talabalarimiz ommaviy sportga yurishadi, 5000 qadamga yurishadi va fakultetlarda o'qituvchilar ham professor o'qituvchilar tomonidan, murabbiylar tomonidan sport musobaqalari doimiy o'tkazilib boriladi. Bir qator loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Biz ko'rib turgan mana shu fakultetimiz hozir yangi ta'mirdan chiqqan Jismoniy madaniyat fakulteti. Bu yerda prezident qarorlarini, hukumat topshiriqlari bilan birgalikda mahalla bilan hamkorlikda olib borilayotgan sport musobaqa ishlarimiz bor. Darsdan keyingi vaqtlarda shu mahallalar va boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda sport musobaqalari doimiy ravishda o'tkazilib boriladi.
Chirchiq davlat pedagogika universiteti talaba yoshlari turli sport musobaqalarida katta xohish va ishtiyoq bilan qatnashadilar. Garchi ular oliygohning turli yo'nalishlarida tahsil olsalar-da, yigit-qizlarni tashkil etiladigan turnirlarda universitet sharafini munosib himoya qilish, ulug'lash, uning jamg'armasini ko'proq medallar bilan to'ldirish maqsadida doim birlashtirib keladi. Talaba yoshlarning yutuqlari bilan universitet jamoasi ham faxrlanadi. Ularga yanada katta motivatsiya berish uchun yangi o'quv yilida yana bir qator yangi loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Avvalambor mana shu sharoitlardan, bu sharoitlarni ham albatta respublika hukumati, respublika rahbariyatini qo'llab-quvvatlashlari, ularni berayotgan yordamlar tufayli mana shunday sharoitlar yaratildi. Endi bu sharoitlardan to'g'ri foydalanib, bulardan to'g'ri xulosa chiqarib, o'z kelajaklari uchun bo'lajak sportchilar, bo'lajak ham sportchi, ham bo'la pedagog faoliyatlaridagi to'g'ri foydalanib, ham qo'sh mutaxassislik va xalqaro o'qituvchi darajalarini olishga intilishlari kerak. Chunki mana bu ularning kelajakdagi himoyasi va vatan ravnaqi, vatanning kelajagi uchun qo'shgan hissalari bo'ladi. Biz o'ylaymizki, Chirchiq pedagogika universitetida faol, fidoyi, o'z hukumatiga, o'z millatiga, o'z xalqiga sodiq farzandlar yetishib chiqadi va bu farzandlar yurt kelajagida o'z hissalarini qo'shib, o'z mehnatlari bilan namoyon qiladilar va bularning orqasidan minglab yoshlarni ergashtiradilar. Yana bu yerda hali ko'ringani yo'q, maktab o'quvchilari bu yerda yana musobaqasi bo'lib o'tgan. Mana shu maktab o'quvchilarining bu birinchi qadami ularni. O'quvchilar bularga ergashib kelyapti. Mana shularni ham tarbiyalashda ishtirok etayotganligi uchun ularga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Va shu bilan birga kelajakdagi o'rinlarni topishini istab qolamiz. Bular albatta o'z o'rnini topadilar. Har bir insonning o'z salomatligi uchun qayg'urishi hamda jismoniy jihatdan yetukligi avvalambor uning kundalik turmush tarziga to'g'ri rioya etishi bilan chambarchas bog'liqdir. Negaki, kimki sportga oshno bo'lsa, o'z salomatligi uchun doimo qayg'ursa, albatta kundalik sport bilan shug'ullanishni u odatga aylantira oladi. Sport bilan shug'ullangan insonning nafaqat sog'lig'i, balki ruhiyati ham sog'lom bo'ladi. Dunyoqarashi kengayib, ma'naviy barkamol bo'lib voyaga yetadi. Universitetda tahsil olayotgan talabalardan 740 nafari hozirda maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limda jismoniy madaniyat va sport yo'nalishida tahsil olmoqda. Ular sog'lom turmush tarzini singdirishni bog'cha yoshidan boshlash kerak deb hisoblashadi. Shuning uchun ham hozirda o'zlari ham malakali mutaxassis bo'lishga intilishmoqda. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti gimnastika nazariyasi va uslubiyati kafedrasida badiiy gimnastika yo'nalishi bo'yicha tahsil olganman. Hozirda ish faoliyatimni Chirchiq davlat pedagogika universitetida olib boryapman. Maktabgacha ta'lim dasturida bolalar gimnastikasi mavjud va har bitta sport turida albatta har bitta sport turining asosiy fundamenti gimnastika hisoblanadi. Talabalarga ilm berish jarayonida gimnastikani chuqur yo'nalishlari asosida bolalarga qanday gimnastika o'tish, qanday gimnastika mashqlarini o'tish, har bitta bolaga bola bilan individual shug'ullantirishni o'rgatamiz va maktabgacha ta'lim dasturi asosida bolani yoshiga, sog'lomlik holatiga qarab mashqlar berib boriladi va shularni takomillashtirib boryapman. Bog'chaga keladigan bolalarga sportga qiziqishini uyg'otish uchun ham talabalarimizda mukammal bilim bo'lishi zarur. Shuni e'tiborga olgan holda talabalarimiz bilan muntazam shug'ullanib boryapmiz. Kelajakda bog'chadagi bolalarda sportga qiziqish uyg'otish uchun ular albatta bog'chada musobaqalar uyushtirishadi, buyum bilan ishlashadi, har xil sport to'garaklariga qatnashadi va ularda mehr sportga uyg'otish maqsadida ham talabalarimiz hozirda mukammal o'rganib borishyapti va ular buni qanchalik mukammal tarzda o'rganishsa, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishadi. Ommaviylikdan professionallikka erishish tashabbusi bugungi kunda o'z natijasini beryapti deb bemalol ayta olamiz. Universitetda bu borada ham xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. O'quv yurtida faoliyat yuritayotgan sport to'garaklariga umumta'lim maktab o'quvchilari ham jalb etilishmoqda. O'zimizni talabalar va maktabdan kelgan yosh bolalar bilan to'garak o'tyapmiz. Shu o'zimizni sog'tonda sog'lom aql degan iboraga asosan shug'ullanyapmiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan oliy ta'lim talabalari o'rtasida musobaqa tashkillashtirildi va unda 76 ta oliy ta'limdan talabalar ishtirok etdi.
Bizda universitet ham ushbu musobaqada ishtirok etib, faxrli 2-o'rinni egallashdi. Jismoniy madaniyat fakultetida tashkil etilgan futbol bo'yicha to'garagimizga Chirchiq shahardagi bir qator maktablar ham jalb qilingan. Bu bizga avvalambor o'sha maktabdagi yosh bolalarning sog'lomligi, kelajakda barkamol bo'lib, yetuk farzand bo'lib yetishishiga va o'zimizni ona yurt sarhadlarini munosib himoya qilishga katta yordam beradi sport. Ham sog'lom qiladi, ham ma'nan yetuk, ham ma'nan aqlan barkamol inson sifatida shakllanishga yordam beradi bu sport. Chunki mahalla yoshlarida futbolga bo'lgan qiziqish katta. Hozirgi kunda o'sha prezidentning farmoni, qarori ham chiqqan. Bu haqida mahallalarda, oliy ta'limlarda futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida shu asosda ham biz o'z ishlarimizni olib boryapmiz. 1 yildan beri futbol bilan shug'ullanaman. Rejalarim Husanovga o'xshab, O'zbekiston bayrog'ini yukka ko'tarib yurishni xohlayman. Kelajakda zo'r futbolist bo'lib, Manchester Unitedda o'ynashni xohlayman. Sportchilar orasidan ertaga yurtimizning chinakam sport qahramonlarini voyaga yetkazishda murabbiy va seleksionerlarning jismoniy va ruhiy bilimi, tafakkuri, intellektual salohiyati, xalqaro tajribasi ham juda muhim. Shu bois ham universitetda ilm yo'lida ham yangiliklar qilishga erishilmoqda. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan ommaviy sportni targ'ib qilish, aholini sportga keng jalb qilish masalalarida davlatimiz rahbari tomonidan ko'plab topshiriqlar, qarorlar, farmoyishlar chiqarilmoqda. Ularni ijrosini ta'minlash maqsadida, shu jumladan bizning universitetimiz Chirchiq davlat pedagogika universitetida ham bizning asosiy strategiyalarimizdan biri bu pedagogik ta'limda innovatsion klaster. Bu asosida universitet, maktab, ota-ona, mahalla, uyushmagan yoshlar o'rtasida hamkorlik aloqalari juda ham mustahkam o'rnatilgan. Bu doirasida biz maktab o'quvchilarini sportga, ommaviy sportga jalb qilish maqsadida, mahalladagi uyushmagan yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish maqsadida ular bilan voleybol, futbol, kurash, stol tennisi, shaxmat kabi sport turlari bo'yicha to'garaklarga jalb qilganmiz. Universitetimiz kafedra professor o'qituvchilari tomonidan maktablarga shu sport turlari bo'yicha master klasslar o'tish uchun borishadi ular. Har bir maktablarda bizning yo'nalish bo'yicha maktab laboratoriyasi tashkil qilingan. Bizning universitetimizda futbol, voleybol komandalari mavjud. Ular doimiy o'sha respublikadagi turli ligalarda, musobaqalarda qatnashib kelishadi. Bularni shu futbolga yoki voleybolga qiziqqan maktab yoshlari bularni demak mashg'ulotlarini yoki musobaqalardagi erishgan yutuqlariga qarab shu kasbga qiziqish ortadi. Biz ularga shu sohani mutaxassisi bo'lish uchun nimalarni bilishi kerak, qanday ko'nikmalarga ega bo'lish kerak, qayerga o'qishga topshirish kerak, shu haqlarda biz yo'nalishlar berib boramiz, tushunchalar berib boramiz. Biz o'zimizning yo'nalishimizga shu orqali talabalarni jalb qilib, mutaxassis tayyorlab va yana o'sha o'zlari yashaydigan hududda yoki o'zlari o'qigan maktabga mutaxassis qilib tayyorlab ham beryapmiz. Taraqqiyot, innovatsiya va yuqori hayot standartlariga yo'naltirilgan yangi jamiyatni shakllantirish, mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan yondashuvni sifat jihatidan yangilashni taqozo etadi. Jadal o'zgarishlar sharoitida O'zbekistonga istiqbolli kelajakni bunyod etishda ishtirok etishga qodir, yangicha fikrlaydigan mutaxassislar kerak. Aynan yuqori malakali kadrlargina shiddat bilan o'zgarayotgan va global raqobat kuchayib borayotgan sharoitda yangi O'zbekistonning bunyodkorlari va o'zgarishlarni harakatga keltiruvchi kuchi bo'lishga qodir. Chirchiq davlat pedagogika universiteti bu bo'yicha jiddiy ish olib bormoqda. Nafaqat sport, balki boshqa yo'nalishlarda ham tahsil olayotgan iqtidorli yoshlar o'quv yurti sharafini ulug'lab, jamiyatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan mutaxassis bo'lib voyaga yetishga harakat qilishyapti. Ularga ham o'z maqsadlari va orzulari yo'lida ulkan yutuqlar va muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilaymiz.